soqolini qirishlik, erkak kishi soqolini qirishlik bu ham xotinga o'xshashlikdir. Qaysi bir erkak soqolini qirdimi, o'zini o'zi xotinga o'xshatdi. Chunki erkak bilan xotinning yuzidagi, suratdagi farqi eng katta farqi soqolidir. Alloh subhanahu va taolo erkakni soqolli qilib yaratgan. Mingtadan bitta masalan ba'zan ko'salar bo'ladi. Alloh taolo o'zi unga soqol bermagan, u boshqa masala u. Lekin Alloh taolo senga soqol berdimi? Allohga hamd ayt, shukr qil. Allohga qancha shukr qilsang kam. Erkakka o'xshayapsan, yaxshi emasmi? Soqoling borligi bilan erkakka o'xshab turibsan, xotindan ajrab turibsan. Seni ko'rgan odam xotinmikin deb o'ylamayapti. Erkakliging bilinib turibdi. Hamd qilmaysanmi, hamd aytmaysanmi? Butun ulamolar aytadiki, soqol erkak kishining ziynati. Agar bir inson o'zini erkakligini bilsa, soqol uni ziynatidir. Hozirgi vaqtda shu kufr diyorlarida o'zlarining professorlari majbur bo'lib xolamasa e'tirof qilishyaptiki, soqolli erkaklarni ayollariga nisbatan, o'zini ayoliga nisbatan muomalasi yana ham go'zal bo'ladi, yana ham yaxshi bo'ladi. Xotiniga muhabbatli bo'ladi. Xotini ham eriga muhabbatli bo'ladi. Chunki erkakda bu shuning uchun xotinni yaxshi ko'radi, xotini ham buni yaxshi ko'radi. Ammo soqolini qirgan erkak xotin bechora qarasa bu erkakka o'xshamaydi, xotinga o'xshaydi. Xotin taniydi endi bu eri bo'lganligi uchun taniydi-yu, ammo fitratda nafrat qiladi. Insonning fitratga xilof bo'lgan narsadan nafrat qiladi. Alloh taolo xotinni soqolsiz qilib yaratdimi? Xotinning fitrati shu, erkakning fitrati soqolli bo'lishlik. Shuning uchun inson o'zini o'zi soqolsiz holatda ko'rganda o'zidan nafrat qiladi, xotini ham uni soqolsiz holatda ko'rganda nafrat qiladi. Xolasa xolamasa. Qarang, bu sunnatlar, Allohning fitrati insonning butun hayotiga ta'sir qiladi. Ko'cha-ko'yda yurganingizda yoki muassasalarga borganingizda, dunyoni qayeriga borsangiz boring, agar soqolingiz bo'lsa, o'zingizga yarasha bir haybatingiz, viqoringiz, ulug'ligingiz bo'ladi, obro'yingiz bo'ladi. Nimaga siz o'zingizni izzatingizni tark qilib, o'zingiz xotinga o'xshatib, shaytonga o'xshatib, kofirga o'xshatib o'zingizni xorlayapsiz?